yaşlar doğrusunda bir 3 yaşlı ülkede özlemizin, güvenliğimizin mahsulatları, devletimiz tamamen azaltılan imtiyazlı kreditler, başka bir projeler doğrusunda bir düşüntürüş ülkelerimiz bizlerin vakitimizde fukarlar, tedbirkarlar, şöyle kadar vaydası, biznese birinci kadar 4312. kararlar boyunca imtiyazlı kreditlerimiz var. Mesela makada vaydası krediti alamanda özünüz belki fukarlar 24 ay müddete, 24 ay imtiyazlı devrine almışlar. 5 yıl müddete 50 milyon soğanın 7-25%'dan kredi azaltamız. Biznesiye birinci kadam diyen kreditimiz var. Ondan özünüz belki kuladı. 6 ay imtiyazlı devrine 48 ay müddete 17 milyon soğan yaşa kredi azaltamız. 7-25%dan faizi. Kendi tedbirkarlık işlerinde şuurlanan mesela 4312. karar var, yürürlük şahslarga ahırki bir yıl davamında avalatını volkan borcu gerek. Mesela başka bankta olsam, şunu avalatını etkisi, şu avalatından gelip çıkıp 24 ay imtiyazlı devrinde 84 ay müddeti 300 milyon soğanın aşağıları var. Ayollara 7%, 19%dan, erkeklere 7%, 24%dan 300 milyon so'mga murojaatlarimiz kredit ajratiladi. Keyin ham shu mahallada, Saxovat mahallasida yashab turgan ishda foiz daromadiga ega bo'lgan fuqarolar bo'lsa, bularga o'zlarimizning bank mahsulotlari bor, chekana kreditlarimiz bor, maishiy texnika olaman desa yoki bo'lmasa bir naqd pul kerak bo'lsa 2,25%dan 3,26%, 4,27%dan mikroqarz kreditlarimiz bor. Keyin ham ipoteka kreditlarimiz bor, toza hozir qurilib turgan joy olaman desa yoki bo'lmasa davlatimiz tomonidan ajratib turgan subsidiya olib turib shu ipoteka krediti orqali uy olamiz desalar beramiz 20 yil muddati 17%dan beriladi. Hurmatli fuqarolar, tadbirkorlar, shuni yuqorida tushuntirib o'tgan mahsulotlarimiz, imtiyozli kreditlarimiz bo'yicha bizlar olib shulardan foydalanib, o'zingiz tadbirkorchilik ishlaringizda bir hissangizni qo'shadigan bo'lsak, xursand bo'lamiz. Sizlarga shu Saxovat mahallasida yana o'zimizning mas'ul agentimiz bor, Husaynova Dirrova. Shunga murojaat qilsangiz, Dirrovaga o'zi to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, kreditlarimizni 3 kun ichida iloji boricha tezroq chiqarishlari yordam qiladi. Masalalar bo'lsa, bankimiz tomonidan qo'yilib, davlatimiz tomonidan shu mahalla agentlik tayinlanib qo'yilgan. Shunga murojaat qilsa, iloji boricha tezlashtirib o'tadi kreditlarimizni, o'zining maslahatini beradi, to'g'ri yo'l ko'rsatadi, yordam beradi. Endi shu mahsulotlarimiz bo'yicha bizlarda bo'lgan savollarimiz, javoblarimiz bo'lsa bersangizlar tushuntirib yordam beramiz. Savol bor. Studentman, o'quvchiman. Hozir bir studiya yasatsam, kredit olsam. 50 milyon so'm. Siz studiya ochgan bo'lsangiz, bizlarning shunga mahalla loyihasidan kreditimiz bor. O'zingiz bank qilasiz. 412 ming so'm to'lov bo'ladi. To'lovni o'zingiz bank qilib 5 yil muddatda 50 million so'm kredit ajratiladi. 24 oy imtiyozli davr bo'ladi. O'zingiz ishlab ishingizni yo'lga qo'yib olguncha 24 oy asos qarzdorlik foiz to'lab berasiz. 5 yil muddatda beriladi. 2,5% lazım. Uyda ko'chaksizmi yoki firma